Komilbek, kelgan mijoz bilan jarayon qanaqa bo'ladi? Har bitta mijoz bilan biz alohida suhbatlashib, undan keyin ishlashni boshlaymiz. Avval boshida suhbatlashamiz, mijozni barcha orzu-niyatlarini, talablarini o'rganib chiqamiz va uni har taraflama qo'yayotgan talablari bizga to'g'ri kelsa va biz unga mos nomzodni topib bera olishimizga ko'zimiz yetsagina, u mijoz bilan ishlashni davom ettiramiz. Mijoz bilan birgalikda shartnoma qilamiz, anketa to'ldiradi, ish jarayoni boshlanadi. Komilbek, ya'ni hamma orzu maqsadlarini inobatga olamiz deyapsiz. Buni nima ahamiyati bor? Har bitta insonni dunyoqarashi har xil bo'ladi va biz topib berayotgan juftlik uni dunyoqarashiga mos, uni yashash sharoitiga mos bo'lishi kerak. Shundagina oila mustahkam bo'ladi. Ba'zan yigitlar kelishadi-da, umuman o'ziga to'g'ri kelmaydigan qizlarni so'rashadi. Suhbat jarayonida bilasanki, u o'zi so'rayotgan qiz unga umuman to'g'ri kelmaydi. Shunda bizani zamonaviy suvchilarning vazifasi ham yotig'i bilan tushuntirib, bu yigitga mana bunday nomzodlar mos kelishligisini tushuntirib yetkazib berish. Unda hamma mijoz ham qabul qilinmas ekanda? Qabul qilinmaydi. Qaysi holatda biz mana bu nomzodga talab isteklariga mos qizlar bo'lmasa, nomzodlar bo'lmasa, bu mijoz bilan ishlashdan bosh tortamiz, rad etamiz. Unda zamonaviy sovchilar agentligingiz ham psixologik, ham moddiy, ham ma'naviy har bir tarafdan yondoshib, har bir mijoz bilan alohida ishlaydimi? Albatta, har bir mijoz bilan har taraflama suhbatdan o'tkazib, undan keyingina ishlashni boshlaydi.